Tur paydo bo'lish yo'nalishlari. Tur paydo bo'lishning ikkita yo'nalishi farqlanadi: allopatrik va simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishi. Allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishi bu tur yashab turgan arealning kengayishi yoki tabiiy to'siqlar natijasida, masalan, tog' yoki daryolar tufayli yuzaga kelsa, ajdod bilan yangi turni chatishmasligi bu allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Demak, ajdod va yangi tur o'rtasida tog'lar yoki daryolar yoki arealni juda keng bo'lish natijasida yuzaga kelsa, bu allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Ikkinchi turi simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishi. Bunda ekologik to'siqlar. Ya'ni nomni misol aytamiz. Ajdod va yangi tur bitta arealda yashaydi, lekin uchish muddati har xil bo'lganligi uchun o'zaro chatishmaydi, yoki jinsiy organlarda farqlar paydo bo'lishi yoki yashash joyi jihatdan farq qilish natijasida o'zaro chatishmaslikni olib keladi va yangi tur hosil bo'lishi yuzaga keladi. Bu demak simpatrik yo'nalishga misol bo'ladi. Ajdod va yangi tur bitta arealda tarqalgan bo'ladi, lekin o'zaro chatishmaydi. Allopatrik, ya'ni geografik alohidalanish natijasida yuzaga keladigan tur paydo bo'lish yo'nalishida, demak, bunda tabiiy to'siqlar natijasida yuzaga keladi. Quyida bir misolni ko'rib o'tamiz. Demak, ajdod tur allopatrik alohidalanishda ko'rib turibmiz, o'rtada to'siq natijasida bular bir-biri bilan chatishmaydi va natijada yashash uchun kurash, tabiiy tanlanish, irsiy o'zgaruvchanlik natijasida yangi tur hosil bo'lishi yuzaga keladi. Ikkinchisida simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishida, demak, bu yerda ajdod va tur bitta arealda yashab turibdi, lekin uchish muddati yoki jinsiy organlardagi farqlar tufayli bular o'zaro bir-biri bilan chatishmaydi. Natijada yangi tur hosil bo'lishi yuzaga keladi. Bizlar testda asosiy kerakli tushadigan ma'lumotlar, demak, quyidagi misollarni yodlab qo'ysak, deyarli barcha testni ishlashimiz mumkin, shu bo'yicha tushadi. Birinchisi, allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishi, ya'ni geografik to'siqlar natijasida. Bunga birinchi misolimiz Yevropa o'rta mintaqalaridagi ayiq dovonni 20 turini o'sishini misol etishimiz mumkin. Ikkinchi misol, qirg'ovulning kenja turlari, ya'ni qaysi Yapon, Kavkaz, Manjur, Xiva, Yettisoy kenja turlarini kelib chiqish ham allopatrik yo'nalishida tur paydo bo'lishi. Keyingisi, soxtakurak burun baliqni Sirdaryo va Amudaryoda va unga yaqin turlarni Missisipi daryosidan ham uchrashi bu allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Keyingi misolimiz vyoriklar. Bular Galapagos orollarida, ya'ni har bir orolda vyorikni bir-biridan farq qilishi, bu ham geografik alohidalanishga misol bo'ladi. Keyingisi Baykal ko'li, ya'ni Baykal ko'lida uchrovchi qisqichbaqasimonlar, baliqlar, chuvalchanglarni boshqa hech bir ko'lda uchramasligi bu Baykal ko'lini tog'lar yordamida ya'ni boshqa ko'llardan yoki dengizdan ajralish natijasi hisoblanadi. Keyingisi g'o'za avlodini misol olishimiz mumkin. G'o'za avlodi Osiyo, Afrika, Amerika qit'alarida tarqalishi g'o'zani, demak, bu geografik alohidalanish yoki allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Va barcha biogeografik viloyatlar, ya'ni Hind-Himolay, Neotropik, Habashiston, ya'ni har bir biograf viloyatda har xil hayvon turlarini uchrashi ham allopatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Keyingisi simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishini misollar. Birinchi, Filippinning Lanao ko'lida bitta baliqdan 18 ta baliq turini kelib chiqishi, ya'ni bular bitta ko'lda yashaydi, ajdod turi bilan. Ikkinchisi, Yonsuzar qisqichbaqasidan turkumidan 250 ta yangi turni kelib chiqishi ham bitta ko'lda yuzaga kelib turganligi uchun biz buni simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol etsak bo'ladi. Keyingisi, chitaklarni bitta o'rmonda 5 ta turini uchrashi. Ajdod tur va yangi turlar Moskovka, Lazarevka, Tojdor va katta chitaklarning uchrashi bitta o'rmonda simpatrik misol bo'ladi va xromosoma va genom mutatsiyalari natijasida yoki duragaylash natijasida yangi turlarni kelib chiqish ham simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishini misol bo'ladi. Masalan, genom mutatsiyalari iloqni 12 dan 43gacha turini uchrashi, ya'ni iloq avlodini 12 dan 43gacha yangi turlarni uchrashi xromosomali.
simpatrik. Keyingisi skerda o'simligini 3 dan 7 gacha turdagi xromosomal formalarning uchrashi. Demakki, poliploid natijasida o'zi normal 24, poliploid natijasida 48-72 turlarni kelib chiqishi. Bug'doyni o'zi normal 14, mutatsiya natijasida 28-42 xromosomal turlarni kelib chiqishi. Xrizantemada normal 18, mutatsiya tufayli 36-90 xromosomal turlarni kelib chiqishi ham simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Undan tashqari olcha va tog'olchaning chatishishidan ol xo'rini kelib chiqishi. Demak, bansimpatrik ham misol bo'ladi. Ajdod va yangi tur bitta arealda tarqalgan bo'ladi. Va yana bir misol Herbatium degan eski dunyo g'o'za turini boshqa bir g'o'za turi bilan chatishish natijasida yangi dunyo Hirzitum va Barbadenzi g'o'za turlarini kelib chiqishi ham simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishidan misol bo'ladi. Demak, shu misollarni yaxshilab yodlab qo'ysak, deyarli bu mavzuga doir bo'lgan har qanday testni ishlasa bo'ladi. Shunda umumiy ma'lumot har xil qit'alar yoki hududlar jihatdan yetsa bu allopatrik, xromosomal genom mutatsiyalari, duragaylash va quyidagi Lanao-Ko'li va Chitekni turlari haqida gap ketsa, simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishini aniqlanishi mumkin.